Salom do'stlar, qandaysizlar? Sizlar bilan men Uzcraft do'stlar. Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz Minecraft Launcherga World Edit modini yuklashni o'rgataman do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib ketingizlar do'stlar. Qanaqa bo'lmasam, videoga ketdik. Avvalambor Google'ga kirib olamiz, Chrome'ga va postga yozamiz. Minecraft mana do'stlar, chiqadi mana bunda. Mana buni bosamiz do'stlar. Endi mana mods degan joyi bor. Endi mana bu yerni bosamiz do'stlar. Bu yerni bosgandan keyin mods degan yer chiqadi. Shu yerga bosgandan keyin bu yerga World Edit modini yozasizlar. Mana do'stlar, birinchida chiqib keldi. Bu World Edit modni 1.21.11 versiyaga tushadi do'stlar. Bu yerga versiyasini tanlaymiz do'stlar. Mana xohlagan versiyangizga ham tushadi do'stlar. Shuningdek, bu yerda forga bor. Forgini yuklaymiz bizlar do'stlar. Mana do'stlar, mana bu. Endi buni yuklasak, hozir Minecraftimiz bizlar Minecraft Bedroskga ketib qoladi. Shuning uchun forgiga bosamiz. Hozir bu yerdan do'stlar bizlar Google'ga mana buni versiya mana bunaqa do'stlar. Buni skachet etib olamiz. Endi Minecraft'imizga forgini yuklab olamiz. Bu yerga Forga Minecraft deb yozamiz. Forga Minecraft. Fabric Minecraft ekan do'stlar. Shuni yozamiz. Mana chiqdi birinchida do'stlar. Mana bu yerni bosamiz. Mana do'stlar, bu yerda kokni bosamiz. Download degan. Yana kokni bosamiz do'stlar. Do'stlar, videoga obuna bo'lib, like bosib ketinglar do'stlar. Endi mana bu yerga tushdi do'stlar faylimiz. Endi buni Minecraftga yuklasak bo'ldi. Launcherga kiramiz do'stlar. Faylga kirib, downloadga bosib, bu yerda fabrikni copyright etib olamiz do'stlar. Mana do'stlar, skachet eting deb turibdi. Shuni bosamiz pastda. Mana. Bosganimizdan keyin do'stlar, buni Minecraft launcherimizga kirib olamiz. Mana. Minecraft launcherga kiryapti do'stlar. Endi bu yerda do'stlar Minecraft'imizga tushdi mana o'zi. Bu yerni bosamiz. Mana forga o'zi tushdi. Fabrik versiyasi tushdi. Endi bu yerga mods degan joyi bor. Mana do'stlar, mods. Shuni bosamiz. Ichida World Edit modi yo'q. Bu yerda skachet etib olamiz. Bu yerni copyright etib tashlaymiz mods degan joyiga. Mana do'stlar, tushdi. Endi bu yerdan Minecraft'imizga kirib olamiz. Mana do'stlar, forgimiz ham tushdi. Play'ni bosamiz. Mana do'stlar, kiryapti. Kirdi do'stlar, mana endi bu yerda Sync Player deb bosamiz do'stlar. Mana yangidan mirror ochamiz do'stlar. Mana bu yerda o'zimda mirrorim bor. Do'stlar, video yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib ketinglar. Mana do'stlar, yangi mirror ham ochib oldik. Ochdik do'stlar, mana. Do'stlar, mana do'stlar. Endi bu yerdan toporni olamiz mana. Chiqdi modimiz. Endi mana bu yerni hozir mod ishlash uchun do'stlar mana bunaqa qilib yozamiz. Tayoqcha qilib, keyin o'zimiz mana bu yerni bosib belgilab olamiz do'stlar joyini. Bu modni ishlatganlar biladi. Mana bu yerga realize deb yozamiz. Mana bunaqa men yozgandek qilib yozinglar do'stlar, bo'lmasa mod ishlamaydi. Mana do'stlar, modimiz ham ishladi. Ko'rdinglarmi? Bu modni ishlatganlar ko'pincha biladi, shuning uchun o'rgatib o'tmadim. Do'stlar, videomiz yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lib ketinglar kanalimizga. Mana do'stlar, modimiz ham ishladi. Endi do'stlar, sizlar bilan bo'lgan men Uzcraft. Xayr do'stlar.